Mana nechinchi mashina bilmayman. Xamelon Jiguli. Tilla rang krili. Radiatorlari normalniy, motor 0.11. Gazlari bor, sidina har doimgidek oqib yotibdi. Voy, bu nima bo'lgan? Apshipkalar normalniy. 0 litr rul, 4 samarez qotirilgan, chiroyli qilib. Ustalardan torpedkalari yorilib yotibdi. Diskalar 06, cho'tka ekan, faqat shu diskasi cho'tka ekan. Orqasi ochilmaydi. Xo'sh, balonlari normalniy holatda. Bu ham so'yiladi, короче. Kuzov o'rta holatda, normalniy. Starter Xitoy yangi. Kelaverasizlar mana. Bu yoq tarafidan qaraganingizda go'zal. Oldida ikkita tumankasi ham bor. Xuddi tumanda yuradiganga o'xshaydi. Bu yoqdan qarasangiz ala bayroq. Mana. Korobka zo'r, mosi yaxshi dedi, motori ham yaxshi dedi, radiator 0.11 o'zining radiatori. Kapotlari normalniy. Bo'lmaydi lekin. Kuzov yaxshi emas ekan. Mana, kelaverasizlar, nima kerak, kimga kerak, qanaqa kerak. Kelishtirib sotiladi. Mana. Mana metallom ortildi, ketyapti. Mana. Kuzov bo'lmaydi, shumka qilib qo'ygan ekan yoshligida. Chiroyli qilib. Bo'lmaydi bu. Kelaverasizlar, Parkent, Toshkent viloyati Zarkin qishlog'i.